Jizzax shahridagi Navro'zbuloq trassasi avtopoyga ishqibozlari bilan gavjum bo'ldi. Unda tezlik ishqibozlari 2 kun davomida O'zbekiston chempionati g'olib va sovrindorlarini aniqlab olishdi. Hozir shu haqda. Sportning texnik va amaliy turlaridan sanalgan avtopoyga bahslarining bu yilgi so'nggi musobaqasi O'zbekiston chempionati bo'ldi. Mazkur musobaqaga Jizzax shahridagi Navro'zbuloq trassasi mezbonlik qildi. Poyga bahslarida hududlardan kelgan 11 ta jamoa jami 60 nafar sportchilar avtomobillarining 4 ta sinfida startga chiqishdi. Dastlabki kunda A7 hamda milliy avtomobillar boshqaruvidagi sportchilar raqobat kuzatildi. Pozitsiyalar tanlovidagi kurash, kutilmagan to'qnashuvlar tomoshabinlar e'tiborida bo'ldi. Teng-teng raqobatdagi poyga yana ham musobaqa zavqini oshirdi. Birinchi kundagi A7 sinfida mezbonlardan Jamshid hamda Xurshid G'aniyevlar birinchi va ikkinchi o'rinni band etgan bo'lsa, uchinchi o'rinni navoiylik Ulug'bek Muxtorov egalladi. Milliy avtomobillar yo'nalishida ham mezbonlar kuchli uchlikni band etdi. Kecha mana ko'rdinglar, musobaqa o'ta murosasiz, juda ham kurashga boy bo'ldi. Bugungi musobaqamiz ham xudo xolasa chiroyli yakunlansak, bu hamma sportchilarga omad tilayman. Bu shu musobaqani shunchalik tashkil qilishda Vatanparvar tashkilot Respublika Markaziy kengashi, Respublika sport turlari markazi, qolaversa mana Jizzax viloyati Vatanparvar tashkiloti, sport texnika klublari, mana hamkor tashkilotlarimiz hammalariga minnatdorchilik bildirardim. Hozirgi sport musobaqalariga bo'lgan e'tibor, sportchilarning qiziqishi kundan kunga mana ko'ryapsizlar, ortib boryapti. Ikkinchi kundagi poyga bahslari ham tomoshabob bo'ldi. A8 sinfida Jizzaxning Jizzax Best 1 hamda Jizzax viloyati jamoalari a'zolari Nikolay Sayev, Abdug'ofur Tojiqulov hamda Temuror Ahrorqulovlar mazkur yo'nalishda kuchli uchlikdan joy oldi. Baggi sinfida Jizzax jamoasi a'zosi Furqat Ahrorqulov barchadan avval finishga yetib kelgan bo'lsa, undan keyingi ko'rsatkichlar bilan sirdaryolik Eylor Mullajonov hamda Odilnor Qo'ziyevlar ikkinchi va uchinchi o'rinlarni band etdi. Musobaqa so'ngida an'anaga ko'ra yuqori o'rinlarni qo'lga kiritgan jamoa va sportchilar Vatanparvar tashkiloti tomonidan diplom, medal va qimmatbaho sovg'alar bilan taqdirlandi. Hududlardagi ommaviy sport tadbir